Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilar. Bizani bugun Xorazm va Qoraqalpog'iston chorvadorlari bir yangiligimiz bor. Hozirgi kunda biza Yurapos kompaniyasi orqali Xorazmdagi dilerchilikni olib chiqamiz va bugun Xorazm va Qoraqalpog'istondagi chorvadorlarimiz uchun bir yangiligimiz bor. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan premixlarimiz bugundan boshlab chorvadorlarimizni sotuvini e'lon etamiz. Bu premixlarimizning afzalligi chorvamızda yetishmay turgan mineral va vitaminlarni ta'minlab berish va ozuqamizdagi yetishmay turgan o'zine yarasha bir komponentlarni onlara doldurib beradi va chorvamizdan yaxshi va sifatli mahsuldorligini yuqori etib berishga bizlarga yordam etadi. Hozirgi kunda bilamiz, O'rta Osiyoda, nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda chorvada har xil yuqumli kasallikdan tez saqlanib turganligi va bizlarni o'zimizdan qo'shni davlatlardan karantinni tez bo'lib turganligi sababidan chorvani ozuqasini o'ta e'tibor talab etib boshladi. Shuning uchun hozir biz idoralar jamoasi bilan birgalikda shu narsani ham yo'lga qo'ydikki, katta bir nadagi fermer xo'jaliklarini o'zlarining bir ratsion xizmatlari ham bizada bor. Bemalol bizada shu ko'rsatilgan telefon raqamlarini aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammaning chorvasini baraka tilaymiz.